Opa mana farzandingizni ko'rdingizmi? Rahmat. Holati yaxshi, mana qulupini yeb, mandarinni yeb o'tiribdi. O kuni 5 kishi bosib bitta og'izdan suv o'tkazisholmayapti o'di, to'g'rimi? Muhammad, qaniysan bolam? Yaxshimisan? Xursandmisiz? Uyda ham yaxshi ko'rardi, mevani rosa yaxshi ko'rardi. Mana shu mevalarni yeb o'tiribdi mana. Oling Muhammad, bosing. Puli to'langan. Bu zo'r bola ekanda. Men uka qilib oldim buni. Iloyim. To'yga aytasiz, xudo xolasa boramiz. Bitta xudo xolasa aeroportga olib chiqib jo'natamiz. Duo qilib turing. Sog' bo'ling. To'g'ri tushganim yo'q. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, opa, o'zingiz ehtiyot qiling. Xavotir olmang, biz Rahmat, sog' bo'ling. 5 kishi shu boladan boshqa ishimiz yo'q hozir. Muhammadning ayasini xotirjam qilib qo'ydik. Mana Muhammad ancha ahvoli yaxshi. Ertaga xudo xolasa Inchon aeroportga olib borib O'zbekistonga jo'natib yuboramiz. Lekin undan oldin Asadbek akani hamma taniydi. Aka, 1 minutga shu akani bitta olib qo'ying. Bu aka mana shu Inchondagi Sadanjidagi dasturxon oshxonasini menejeri bo'ladi. Eng katta asosiy odam shu. Boshliq yo'q bo'lsa, demak Asadbek aka shu yerda boshliq bo'ladi. Mana shu inson aka dedi, haligi bola qani kechagi primoy efirda edi dedi. Mana shu yerda desam aka olib keling, alohida qilib kutib olamiz dedi. Koreyada qiynalgan, qanaqadir bir yordamga muhtoj odamlar bo'lib qolsa, mana shu odamlar, to'g'risi bu odamlar hali aytib reklama qildirmaydi, o'zimizdan o'zimiz beixtiyor gapiryapmiz. O'tgan safar ham biz indamasak ham 22 ta ovqat qilib mana shu bolaga jo'natib yuboribdi. Mana oldidagi ikkita inson maza qilib ovqatlanib ancha o'ziga kelib qoldi. To'g'rimi aka? Hozir kecha bir pors qozon kabob, bir pors oshni bitta o'zi yeb yubordi. Hali aytganim. Undan 3 kuncha oldin 5 kishi og'zidan bir qultum suvni majburlab o'tkazisholmayapti dedi. Alloh rozi bo'lsin, mana shu insonlar sabab mana 3 kundan beri oziq-ovqatga qiynalgan yo'q. Yana aytayaptiki, aka ertaga ketsa deyapti. Bitta chaqiring shu bolani o'ziga bitta chiroyli dasturxon qilib beraylik. Dasturxonda deydi, kelib mana mehmon bo'lyapmiz. Bilmadim, hozir Asadbek akam aytayapti, akalar, sizlarga menyu kerak emas, biz sizlarga alohida bitta o'zimiz menyu qilib beramiz deyapti. Oshdan keyin shashlik deyapti. Endi bag'ini ko'ramiz aka. Reklamani ko'rdingiz aka. Shunga qarab endi qattiq bo'laveradi aka. Sizlarga o'zi reklama kerak emas. O'zi joy yo'q, to'g'rimi? Sog' bo'ling aka. Joy yo'q o'zi, bu oshxonada joy bo'lmaydi. Постоянно kelsalaringiz, haligi zakasmi nima deydi, oldindan buyurtma qilib kelasizlar lekin. Ha. Bemalol kelaverasizlar. Mana shu dasturxon oshxonada, sekinroq, hoji. Bu ishtaha ochilib ketdi bunda. Alhamdulillah ishtahalari ochilib ketdi. Haqqiga duo qilib qo'yinglar. Inshaalloh vatanga eson-omon yetib olsin. Bizni hozir bitta o'ylanayotgan tomonimiz shu aeroport. Aeroportdan ajdanidan o'tib, samolyotning eshigini yopib olsak, marra bizik. To'g'rimi Muhammad? Ha? Xudo xolasa, qo'l bering. Ha? Yetadi inshaalloh O'zbekistonga ketadi. Duo qilib qo'yinglar. Bu nima degan aka? Oliviyami bu? Oliviyni yaxshi ko'rishim bilib qolaveradi bu bola. Voy, oshni qarang, bu oshmi bu? Nima bu? Qazilarni qarang, qazilar, qalampirlar, limon, bedana tuxum. Bu necha xildir go'sht bor albatta. Muhammad, buni qarang, uka. Dasturxon oshxonasini boshliqlariga, xodimlariga, ofitsiantlariga, hammaga rahmat. Muhammad hayratda. Muhammad hayratda. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yamiz. Olinglar. Nima salab? Sezir salab? Bunchalik yemaymiz aka. Oma aka har doim shunday kutib olsiz, har kuni iftorda kelaveramiz oma. Ha? Agar yeyolmasa aka, saboy qilib berasiz aka. Oshingiz rostdan hamma maqtayapti-da aka. O'tgan safar yedim-ku. O'shancha o'ylanib qoldim, ha? Xuddi shunaqa. Bo'ldi aka. Sezir salatni bundaqa qo'yinglar, u yoqqa tushib qopti u. Rahmat aka. Oshni bitta olib beraman, sizlarga mazasini aytaman. Bismillah. Aka, oling. Yana bitta olib beraman.